هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Kasas tefsiri 25. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvendi diktenlağa İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Kasas suresi 25. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Ba'de euzu billahi mineşşeytanirracim. Ulanın yani o iki ayalının biri Musa'nın yanına uyet canlıq bilen menip kelip koylarımızını soğurup bergenlikinin hakkını beriş üçün atam seni rastlı çakırdı dedi. Musa onun yani Şuayb'nin kışığı kelip ahvalını hikaye kılıp verdi. Şuayb korkmağın zalim kavimden kutuldun dedi. Ulanın yani ayallarının biri etti. Ey ata onu sen işletken bu sen işletkenlerinin en yaxşısıdır. Güçlük, işençliktir. O yani Şuayb etti. Bana 8 yıl işlep berişin bedelige sana bu iki kızımның birini berişini xalayman. Eğer 10 yılını toşqızı versen o muhtiyarın 10 yılını şart kılıp seni müşakkatki selip koyuşunu xalamayman. Allah xalısa mening yaxshi adam ekanligimni bayqaysan. Musa aytdi. Bu ikkimizning aramizdagi to'xtamdir. 2 muddat, ya'ni 8 yil bilan 10 yilning qaysisini to'shqazsam to'shqizay, men ortiqcha talab qo'yishga bo'lmaydi. Allah bizning so'zimizga guvohdir. Musa aleyhisselamның bu iki ayalının atısının aldığı kelişi ve koy bekip beriş bedelige onun o ikisinin birige öylengenlik doğrusuda. Bu iki ayal koylarını haydap atısının yanığı tizli qaytıp kelgende ulanın atısı ulanın tiz qaytıp kelgenliginin sebebini bilenmey uladın neymiş boğanlıqını sordu. Ula atısıga bir adamның özlerine yardım kıyganlıqını sözlep verdi. Atısı iki kızının birini o kişini yeni çağırıp gelişke evetti. Ulanın yani o iki ayalının biri Musa'nın yeniga uyat canlıq bilen menip gelip yani hör ayalladek hör ayalla hicab içinde yüretti. Menip geldi. Bu vaxtda müminlerin halifesi Ömer radiyallahu anhu'nun mundaq deganligi rivayet kılındı. O kız iç kiyimini siladin yoşurgan alda menip gelip dedi. İbn Abu Hatem Amr ibn Maymuna'dan Ömer'nin mundaq deganligini rivayet kıldı. O kız yüzünü kiyim bilen toskan alda uyat canlıq bilen menip geldi. O tolu gep kılıdığan ve tolu mağıdığan ayallardan emas idi. Koylarımızını soğurup bergenlikinin hakkını beriş üçün atam seni rastlı çakırdı dedi. O kız nihayet edep bilen sözledi. Musa'nın şeklinip kalmaslığı üçün onu atısının yanına hiç kandak sebepsiz çakırmadı. Belki o mundaq dedi. Koylarımızını soğurup bergenlikinin hakkını beriş üçün atam seni rastını çakırdı. Yani koylarımızını soğurup bergenlikin üçün o sana hak berdi. Musa onun yani Şuayb'nin kışığı kelip ahvalını hikaye kılıp verdi. Yani onun nemiş boğanlıqını, onun yurtudan nemi sebepten çıkanlıqını Şuayb aleyhisselam'a sözlep verdi. Şuayb, korkmağın
zalim qavmdan qutulding dedi. U Musaga ko'nglingni xotirjam va xushal tutqin. Sen haqiqatan ularning mamlakatidan chiqib ketding. Ularning bizning yurtimizga hukmronlik qilish haqqi yo'q deydi. Shuning uchun zalim qavmdan qutulding dedi. Ularning, ya'ni ayollarning biri aytdi: "Ey ata, uni sen ishlatgan. Bu sen ishlatganlarning eng yaxshisidir, kuchlik, ishonchlidir." Ya'ni Shuayb alayhissalomning ikki qizining biri shundaq dedi. Aytilishicha, u Musa alayhissalomni chaqirg'ili borgan qiz ekan. U otasiga: "Ey ata, sen uni ishlatgan. Ya'ni bu qo'ylarni beqish uchun ishlatgan" dedi. Umar ibn Abbas, Shurayh Qodi, Abu Malik Qatada, Muhammad ibn Ishaq va bir qancha kishilar mundaq deydi. U qiz bu sen ishlatganlarning eng yaxshisidir, kuchlik, ishonchlidir degan chaqda otasi u qizdan: "Sen buni nereden bilding?" deb so'radi. Qiz otasiga: "U haqiqatan 10 kishi aran ko'taradigan toshni yolg'iz ko'tardi. Shek shubhisizki men uning bilan birga kelib etib, uning oldida yo'l boshlab mangan edim. U menga aqamdan mening agar men yo'ldan izib qolgudek bo'lsam, oldi tarafimga tosh eting. Men buning bilan mangadigan yo'lning qaysi ekanligini bilib olaman" dedi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Abdullah ibn Mas'ud mundaq deydi: "Burun o'tganlardan eng farosatlik insonlar uchdir. Birinchisi Abu Bakrdir. U Umarga uni payg'ambar alayhissalomning vafotiga qoyil qilishda o'z farosatini ko'rsatgan edi. Ikkinchisi Yusuf alayhissalomning xo'jayinidir. U ayoliga uni yaxshi kutgan degan edi. Uchinchisi Musa alayhissalomning bu hamrohidir. U: "Ey ata, sen uni ishlatgan. Bu sen ishlatganlarning eng yaxshisidir, kuchlik, ishonchlidir" degan dedi. Shuayb alayhissalom: "Menga 8 yil ishlab berishing badaliga sana bu ikki qizimning birini berishni xohlayman. Agar 10 yilni to'shqizib etsang, o'mi ixtiyoring" dedi. Ya'ni bu yashinib qolgan buvay Musadan uning qo'ylarini beqib berish badaliga bu ikki qizining birini uningga berdiganligini shart qildi. U Musaga: "Qo'yimni 8 yil beqib bergin. Agar yana 2 yilni qo'shib beqib etsang, o'mi sening ixtiyoring. Biroq menga 8 yil yetarlikdir" dedi. 10 yilni shart qilib seni mushaqqatga selib qo'yishni xohlamayman. Alloh xolisa mening yaxshi odam ekanligimni bayqaysan. Ya'ni 10 yilni shart qilib sana jafo sanmayman. Aziyat yetkazmayman. Sen bilan talashmayman. Alloh taolo Musa alayhissalomdan xabar berib mundaq deydi. Musa aytdi: "Bu ikkimizning oramizdagi to'xtamdir. 2 muddat, ya'ni 8 yil bilan 10 yilning qaysisini to'shqizsam, to'shqizay. Menga ortiqcha talab qo'yishga bo'lmaydi. Alloh bizning so'zimizga guvohdir." Ya'ni Musa haqiqatan qaynotasiga: "Ish sening deganingdek bo'lsin. Meni 8 yil ishlatgan. Agar men 10 yilni to'shqizib etsam, u mening ixtiyorim bo'lsin. Men qachon u 2 muddatning azroqini ado qilsam, sana bergan va'damdan qutulaman va oramizdagi shartdan chiqaman" dedi. Shuning uchun u 2 muddat, ya'ni 8 yil bilan 10 yilning qaysisini to'shqazsam, to'shqizay. Menga ortiqcha talab qo'yishga bo'lmaydi. Ya'ni menga gunoh bo'lmaydi. Gerçi kamil to'shqizish ruxsat yo'li bilan bo'lsa-mu, lekin u yana bir tarafdan tashqi dalil bilan aytganda afzaldir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan:
Minadan aldırab 2 kunda qaytgan odamga hech gunoh bo'lmaydi. Ta'xir qilib qaytgan odamga hech gunoh bo'lmaydi. Hamza ibn Amr Aslami ro'zini ko'p tutadigan odam edi. U payg'ambar alayhisalomdan safarda ro'z tutish haqida so'raganda payg'ambar alayhisalom xohlasang ro'z tutgin, xohlasang tutmagin deb javob bergan edi. Aslida ro'z tutish boshqa dalilga asoslanganda afzal bo'lsa-mu, payg'ambar alayhisalom uningga ruxsat yo'lini ko'rsatib qo'ygan edi. Bu oyat va hadis Musa alayhisalomning cho'qim 2 muddatning kamilroqini, to'liqroqini ado qilganligini ko'rsatadigan dalildir. İmam Buxoriy Said ibn Jubayrning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Hira ahlidan bir Yahudi mendan Musa 2 muddatning qaysini tamomladi deb so'radi. Men bilmayman. Arab olimining yeniga berib so'rab baqay dedim. Ondan İbn Abbosning yeniga kelib, uningdan so'radim. O Musa 2 muddatning uzoqroqini va yaxshiroqini tamomladi. Agar Alloh taolaning payg'ambari bir ishni qilaman desa, uni qiladi dedi. Subhanalloh. Musa o'zaro kelishgan muddatni, ya'ni kelishgan muddatning to'liqroqi bo'lgan 10 yilni to'shqazgandan keyin ayolini elib Misrga qarab yo'lga chiqdi. U Tur tegi tarafida o't ko'ydi. U ayoliga: "Shubhisizki, men Yiroqdan o't ko'ydim. U yerdan men sizlarga bir xabar ilib kelay. Ya sizlarning sinishinglar uchun o'tdan bir parcha cho'g' ilib kelay" dedi. Musa alayhisalom o'tning yeniga kelib, uning o't emas, nur ekanligini bildi. Musa o'tning yeniga kelganda vodining o'ng tarafidan girvigiga to'g'ri keladigan muborak joyidagi daraxt tarafdan mundaq nido anglandi: "Ey Musa, sana söz qilayotgan men, haqiqatan olamlarning Robbi Allohdir men. Sen asangni tashlagin." Musa hasisining go'yo ajdahodek tez harakatlanayotganligini ko'rganda oqsiga burilib qochdi. Keyniga qaramadi. Nido qilindiki: "Ey Musa, oldinga mang'in, qo'rqmag'in. Sen haqiqatan qo'rqinishdan amin bo'lg'uchilardinsan. Qo'lingni qo'yningga sag'in. U hech qanday illatsiz bir parcha oydek parlab oppoq bo'lib chiqadi. Qo'rqinishni dab'i qilish uchun qo'lingni yig'ib olgin, ya'ni qo'yningga silib olgin." Bu ikkisi Fir'avnga va uning qavmining cho'nglariga Rabbing tarafidan kelgan pokitdir. Ular haqiqatan bizning itoatimizdan chiqquchi fosiq qavm edi. Musa alayhisalomning Misrga qaytishi va uning yo'l ustida payg'ambarlikka va mo'jizalarga sazovor bo'lish to'g'risida. Ilgirki oyatda Musa alayhisalomning 2 muddatning to'liqroqini, mukammalroqini va yaxshiroqini to'shqizganligi bayon qilindi. Buni ham bu oyatdami tushunishga bo'ladi. Chunki Alloh taolo mundaq deydi: Musa muddatni to'shqizgandan keyin, ya'ni 2 muddatning to'liqroqini tamomlagandan keyin ayolini elib Misrga qarab yo'lga chiqdi. Tafsirshunoslar mundaq deydi: Musa yurtini va urug' tuqqanlarini seg'indi. Ondan ularni Fir'avn va uning qavmidan yo'shirin holda ziyorat qilishga bel bog'ildi. U ayolini va qiyin otisi bergan qo'ylarni ilib yomg'irli, qorong'u, sovuq bir kechada yo'lga chiqdi. U bir joyga tushkun qildi. Ondan u har qitim isinish uchun o't yoqsa, o't tutash qilib unimidi. Musa buningdan hayron qoldi. U shundoq turganda u Tur tegi tarafida o't ko'rdi. O't ko'rdi. Ya'ni u yiroqda o'tning yorib turganligini ko'rdi. U ayoliga aytdi: "Shubhisizki, men yiroqdan o't ko'rdim. Sizlar saqlab turinglar.
ya'ni men o'tning yiniga berib kelguncha sizlar bu yerda kutib turinglar. Men sizlarga bir xabar ilib kelay. Musaning mundaq deyishlik sabab, chunki u cho'lda yo'ldan izib ketgan edi. Ya sizlarning sinishinglar uchun o'tdan bir parcha cho'g' ilib, sizlarning sinishinglar uchun o'tdan bir parcha cho'g' ilib kelay. Alloh taolo mundaq deydi. Musa o'tning yiniga kelganda vodining o'ng tarafining girvigiga to'g'ri keladigan muborak joyidagi daraxt tarafdan mundaq nido anglandi. Ya'ni vodining o'ng tarafiga yaqin keladigan g'arbiy tog' tarafdan nido anglandi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan: "Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, biz g'arbiy tog'ning bir tarafida Musaga vahiy nozil qilganimizda sen yo'q eding." Bu shuni ko'rsatib turibdiki, Musa o'tni ko'zlab qibla tarafga mangan edi. G'arbiy tog' uning o'ng yonida edi. O't bo'lsa, vodiga yaqin yerdagi tog'ning etikidagi bir tüp yeşil daraxtda ko'yib turadi. Musa o'tdan hayron bo'lib to'xtadi. Uning Rabbi vodining o'ng tarafining girvigiga to'g'ri keladigan muborak joydagi daraxt tarafdan nido qildi. Alloh taolo mundaq deydi: "Ey Musa, sana söz qılıbatqan men haqiqatan olimlarning Rabbi Allohdirman." Ya'ni sana xitob qılıbatqan, sana so'zlayotgan zot olimlarning Rabbidir. U xoliqini qilg'uchidir. Uningdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Uningdan boshqa hech Rabb yo'qdir. Allah öz zatida, sifatlarida, sözlərdə və işlərdə məxluqatlara oxşab qilishdən üstündür. Ulug və pakdır. Sen asağını taşlığın, yani qolundaki asını taşlığın. Allah tövendiki ayetide Musa'nı qoludaki nəsinin hası ikənligiga iqra qıldırgan idi. Ey Musa, on qolundaki nima o? Musa aytdi: "O mening asam, onunğa tayiniman, onun bilan qo'ylarimga g'azanqi qilib berman. Onunda mening yana boshqa ehtiyojlarim bor." Oyatning ma'nosi: sen biladigan bu hasanni yerga tashlag'in. Musa uni tashladi, u nagahan mengayotgan bir yilonga aylandi. Musa o'ziga gap qilayotgan, xitob qilayotgan zotning biror narsaga vujud kel debla vujud keltira oladigan Alloh ekanligini tonib yetdi. La havle ve la kuvvete illa billah. Bu vaqtda Sura Tahada so'zlangan edi. Alloh taolo bu yerdimi mundaq deydi: Musa hassining go'yo ajdahodek tez harakatlanayotganligini ko'rganda oqisiga burilib qochdi. Ya'ni go'yo u nihoyatda cho'ng, 4 futi, nihoyatda tom, og'zi kamadek cho'ng, qo'ziq va ig'iz tishlari nihoyatda yuqori ovoz, qo'ziq va ig'iz tishlari yuqori ovozda g'uchirlaydigan intayin qo'rqinchli bir maxluq bo'lib, uning harakati nihoyat tez edi. Agar u ushirgan qoram toshni yutib tashlasa, tosh uning ig'izida domolab, xuddi tog'dan jilg'iga qoram tosh domolab tushayotgandek guldir qaras chiqaradigan holatda vahshiy edi. Shu vaqtda Musa orqasiga burilib qochdi. Keyniga qaramadi. Ya'ni u orqasiga qarab sanmadi. Chunki insonning tabiati uningdan shirkin etdi. Alloh taolo Musaga: "Ey Musa, oldinga mang'in, qo'rqmag'in. Sen haqiqatan qo'rqinishdan amin bo'lg'uchilardansan" degan chaqda u orqasiga yenib ilgirki joyiga kelib to'xtadi. Ondan Alloh taolo mundaq dedi: "Qo'lingni qo'yningga sag'in." U hech qanday illatsiz ap-aq bo'lib chiqdi. Ya'ni qo'lingni qo'ltiqingga selib, ondan uni chiqarsang, go'yo u chaqmoq chaqqan chaqdagi bir parcha parlaq nurdek nur chechib chiqdi.
Shuning uchun Alloh taolo mundaq dedi. İllatsiz, ya'ni hech qandaq bir kasalning alomati yo'q bo'lgan oq bo'lib chiqadi. Alloh taolo mundaq deydi. Qo'rqinchini dab'i qilish uchun qo'lingni yig'ib olgin. Musa alayhisalom biror narsadan qo'rqsa, qo'rqinishni ketkizib yetish uchun qo'lini ko'krigining ustiga yig'ib olishga buyurildi. Agar u shunday qilsa, o'zidagi qo'rqinish ketadi. Biror odam bu usulni payg'ambarga iqtido qilgan asosda ishlatib, qo'lini ko'ksiga qo'ysa, Alloh xolisa uning qo'rqinchisi tugishi yoki paslishi mumkin. Alloh taologa ishonch qilishimiz lozim. Bu ikkisi Fir'avnga va uning qavmining cho'nglariga Rabbing tarafidan kelgan pokitdir. Ya'ni hassini tashlasa, uning mengayotgan bir yilonga aylanishi, u qo'lini qo'yniga solsa, illatsiz oq bo'lib chiqishi payg'ambarning tanlag'ichi Alloh taolaning qudratini ko'rsatadigan, bu odatdan tashqari ish qo'lida yuz bergan kishining rost payg'ambar ekanligini isbotlaydigan keskin va ochiq ikki dalildir. Bular Fir'avnga, uning qavmining cho'nglariga va ular egashkichilarga Alloh tarafidan kelgan keskin dalildir. Ular haqiqatan fosiq qavm edi. Ya'ni ular Alloh taolaning itoatidan chiqqan, Alloh taolaning amriga va diniga osiylik qilgan kishilar edi. Alhamdulillah, yuqorida Qasas surasi tafsiridan 32. oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajmain. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.